Siz dedim kayfiyatingiz yaxshi bo'ldimi? Qaynotangiz yomonmas ekanmi desam kuldilar. Homiladorlarning injiq, yig'loqi bo'lib qolishi tabiiy holmi? Gormonlarga bog'liqmi rostdan? Har doim emas, homilador ayollarning kayfiyati o'zgarishi bu ba'zi holatlarda defitsitlarni yoki organizmdagi gipoksiya holatini belgisi hisoblanadi. Gipoksiya qachon bo'ladi? Kamqonlik yoki qon quyuqligida bo'lishi mumkin. Sizga bitta misol keltiraman. Bitta patsiyentim, o'zi bilaman, anchadan beri taniyman, u yomon qiz emas. Keldilar, qaynotam hamma narsaga aralashaveradilar, menga qattiq gapiryaptilar, boshqalar qilib yig'lab keldilar. Keyin to'xtang, oldin bitta tekshiraylikchi, cho'ta sizda gipoksiya bo'lyapti shekilli deb analizga topshirtirdim. Topshirtirganimda qon quyuq chiqdi. Qon suyultirishga dorilar berdim. Undan keyin 2 kundan keyin telefon qildim. Qalaysiz dedim, kayfiyatingiz yaxshi bo'ldimi? Qaynotangiz yomonmas ekanmi desam kuldilar. Yo'q, unaqa rostdan siz aytgandek menda qon quyilib ketgan ekan. Hozir hammasi yaxshi dedilar. Bu degani har doim ham bu tabiiy holat bo'lmasligi mumkin. Ayolda kayfiyat o'zgarishlari yoki stresslarga bog'liq holatlar bo'ldimi, albatta shifokorga murojaat qilish kerak.